Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wal insana wal jan wa antaqa lisana insan nawwara quluba ahli tauhid wal iman bi anwar al-islam wal iqan. Başa Allah jir ham ko'klarni, kishilarni ham jinlarni muqammal qilishi Alloh taolaga tegishli. Alloh taolo kishining tilini shu ne'matni berdi. Ham Allohning bir etmoqchilardan ham iymon ahllarining yuraklarini inson qandoqli in'omi bilan nurlantirdi. La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah. Aligidan aytilgan so'zlar iymon kalimasi deb ataladi. U ikki ishdan turadi. Tavhiddan ham risolat payg'ambarlik qilishdan. Agar e'tibor etsak, tavhid bo'lishi Alloh ismi bilan tamomlanadi. Risolat Muhammad ismi bilan boshlanadi. Bu ikki ism iymon kalimasining o'rtasida o'rnashgan. Buni Alloh taolo aytadi. Allah boshida kishilar orasidan saylab olingan eng zo'r darajaga erishgan Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nega o'rin tutganini bildirishdi. Imom Abu Ja'far at-Tahawi Alloh rahmati bo'lsin, tavhid bo'yicha qulay yozib qoldirgan. Innallohu wahidun la sharika lahu va la shay'a mithluhu va la shay'a yujizuhu va la ilaha ghayruhu. U bir Onun tengdashi, ona o'xshash, onun gibi qo'ldira oladigan zot yo'q. Ondan boshqa ilah yo'q. Payg'ambarimizning kim Allohga ham qiyomat kunida iymon keltirdi deb boshlangan hadislari bor. Bu vahiylar so'zlar tugul. Buning ma'nosi kim Allohni ilah deb tanidi, ona bo'ysundi, ona bilan ibodat qildi, u kishi o'zining yonidan tirgizilib onun boshida javob berasida da iymon keltirga tegishli. Imom at-Tahawi risolat, ya'ni payg'ambarlik o'rnida bunday yozib qoldirgan. Inna Muhammadan abduhu al-mustafa va nabiyuhu al-mujtaba va rasuluhu al-murtada va innahu khatamul anbiya va imamul atqiya va sayyidul mursalin va habibu rabbil alamin. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Anu saylab olgan quli, rizo bo'lgan payg'ambarlik haqiqisi. U payg'ambarlarning oxiri, taqvolarning imomi, elchilarning sayyidi, alamlar Rabbisining suyuklisi. Mana natija. Tavhid bilan payg'ambarlik o'zaro bayda. Kishi elchilikni inkor etib, payg'ambarlik sunnatlar turmush ravishida to'g'ri keltirmasa, haqiqiy iymon bo'lmas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim her bir sahadan yol ko'rsatuvchi yo'lduz qilib deb aytgan. Qaysi so'roqdan yersen de to'g'ri yo'ldan borashasan. Agar birov to'g'rilikning narsa ekanini biladigan bo'lsa, Peygamberimizning butun ishlagan ishlariga rizo bo'lib, bir sirsiz yerga azir bo'lgan Abu Bakr as-Siddiqning turmush yo'lini yurarsin. Mutazilalikka erishgan sahaba Umar radhiyallohu anhu onun turunda Peygamberimiz o'zimdan so'ng payg'ambar kelasi bo'lsa, u Umar ibn al-Hattob bo'ladi deb aytib qoldirgan. Qiynoq ham uyalchan, hatta farishtalar da ondan uyalganlar, ikki nur egasi Usmon ibn Affan Rabbisi boshida Usmon radhiyallohu anhuning javobga tortilmoq o'rinda payg'ambarimiz o'zi Allohdan so'ragan. Allah onu duasını kabul etti. Kayyum Bakır Ali radıyallahu anhu onun turunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sinmiha Musa için Harun görüp etken rivayetler var. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu özünün tiran kıyımlı tam güvenliği bilen misal olup durar. Kısa vakit içinde hatta uzanın altında eğlendire alatırdan akıllı işmeker Abdurrahman ibn Avf bizim için dünya malı işlerinde örnek. Bala çaptan Peygamberimizge hizmet etken Enes ibn Malik radıyallahu anhu yaşar için kolu misal olup durar. Batın kızının
Xotin-qizlar uchun itoatli ham to'g'ri bo'ludi. Hamisha onamizdan zo'rroq o'rnak yo'qdir. 5-chi bo'lib iymon keltirgan. Onun Qur'on o'qiganin farishtalar kelib to'g'ri turgan Abu Zar al-Ghifariga tinglar yo'q. Bu sahobalar yerlari da, xotin-qizlari da iymon keltirgandan so'ng payg'ambarimizga ergadilar. Onun sunnati turmushlarida bo'ldirdilar. İmam Malik aytgan, ummatning so'ngroq yashaganlari, ya'ni hozirgi zamon musulmonlarning ta'lim o'zgarmas, ya'ni ilkiga musulmonlarga xos hurmatga, darajaga, ustunlikka erishmas, Allah gibi hareket ede yaşamak olmayacak. Peygamberimizin bir hadisinde la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Nefsi bir alıp gelgen nesege ergençe birligizde kamil ravuşta imanın bulmayacak. Bu hadisten dış netice çıkarılan birincisi, Müslüman amellerin Kur'an hem sünnetle çağrıştırırlar. Allah'ın bu şımarıklarla denge külüne umutluğa diyor. Yani ilim olarak hem kırılıyor diyor. İkincisi, şeriatın hakkını rastlar ama karşı amel oluşu bu kişi bozuk. Şeriat koşmanın müddet ama karşı karşıda duruşu iki yüzlü. Türlü hallerle yaratlaşıp, türlü kişi giyimin giyişi imansız kanıtladılar. Üçüncüsü, İmanın zarur şartlarının birisi Allah elçisinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine iyalul ve yamul amanın şeriatın sahibi. Peygamberimizin sünnetine iyalul hutbelerden, şiirlerden, türlü anlaşmalardan saklanıp olurlar. Hemzul dereceleri erişirge yerden gider. Ama misal olup, onun baylar akılları sahabelerdir. Allah Rabbimiz başımızda iman getirgenden sonra Peygamberimizin sünnetine iyalul Kıyamet gününde onun yanına yığılıp en zor derecelerde erişmeye nasip etsin. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu semi'ud du'a.